Qara bolam, molni sotsang, aybini aytib sot degan gap bor. To'ppa to'g'ri dada. Bu yil mollarga yashin degan qorami iflos kasal tarqadi-da. Ha, indamen dada o'zi zo'rg'a tuzatib oldik. Bozorga olib chiqdik, hammasini sotib yo'qotamiz. Xo'p. Ya olamga pulachani ola. Dada, mol kasal bo'lganda aytib sotamizmi? Yarang, sekinroq gapir, kasal bo'lgandan sen bir olmaydi-yu. Dada o'zingiz aytdingiz, molni aybini aytib sotdim deb. Garang, men aybini dedim, kasalni aytmadim. Bular ham issiqcha kasal bo'ladi. Kallen ishlar. Qara bolam, mollarni o'cha baylab qo'ydim. Ushab o'zing sot. Birov so'rasa dehqonchilik 2 sinfdan beri o'zim dalada boqaman deyvaro. Oba qara, odamlar ichida meni bozorda dada deyvorman. Ha, nimaga dada? Hayvon, meni g'ulom mol pishib qo'yibdi. Meni o'g'rimligini bilsam, birov sendan mol olmaydi. Garang. Dada yolg'on gapirib sotamizmi? Pokizachalla. Mol bozorda soqol mol bo'lsa yolg'on ishlatar jo'lataman. Agar bizni sotamasak, keyin bo'lsa sahar qorong'ida sotamiz, keyin bizni topolmaydi. Keyin qara, molni 6 oyda 2 marta tug'adi yuboraverasizmi? Tezroq sotiladi. Nech pul bu? Ozgina ko'tib olganda. Yaxshi. Nech pul? Hammani moli sotilib ketaveradi, bizniki sotilmaydi. O'g'lim nima bo'lyapti, so'rashyaptimi? Hech kim so'ragan yo'q dada. Intriga qilamiz yigida. Qara bolam. Odamlar ko'ziga qo'lini ushlab 15 millionga berasiz. Atelabdan savdo qilaman. Sen bezrab yo'q deb turaverasan, odamlar ko'rib savdo yurib ketadi, eshdingmi? Xo'p dada. Qara o'g'lim. Chele qo'lni bering. 15 millionga barakami? To'g'ri kelmaydi tog'a. Sog'ib ishchani olyapman, bering 15 millionga. To'g'ri kelmaydi tog'a. To'g'ri kelmasa ko'ndalang kelar. Qarang, oxiringiz 20 millionga bersangiz oldim baraka. 20 millionga. Baraka 20 millionga oling. Bolam o'lga, dadangga sotdim men, o'zing dadamman, odamlarga qilyapti xolos. Dada nima qilay 20 million zo'r pulda. Sendan mol puli chiqmaydi. Sen shanba kuni Sharxonga olib sotamiz. Chet uyga hayda.